Qonimda virus bor ekan degan savol bilan murojaat qildi. Qonimda virus bor ekan bu xalq orasidagi termin o'zi aslida bu tibbiyotda torch infeksiyasi deb yuritiladi. Torch infeksiyasi ona va homila uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan infeksiyalar to'plami hisoblanadi. Homilada turli xil tug'ma rivojlanish nuqsonlariga, homilaning rivojlanishidan ortda qolishiga, homila yurak kasalliklariga sababchi bo'lishi mumkin. Avvalo torch infeksiyasini yuqish yo'llari qayerlardan o'tadi, shu haqida bilimga ega bo'lishimiz kerak. Yaxshi yuvilmagan mevalar, sabzavotlar hamda yaxshi pishirilmagan go'sht mahsulotlari, chala pishgan taomlar hamda himoyalanmagan jinsiy aloqa hamda biologik suyuqliklardan yuqishi mumkin. Hamda yana bitta onadan homilaga homiladorlik vaqtida hamda tug'ruq vaqtida torch infeksiyasi yuqishi mumkin. Torch infeksiyasi o'zi aslida vahimali kasallik emas. Uni oldini olish uchun oddiy tibbiy ma'lumotlarga ega bo'lsak kifoya. Buning uchun go'sht va tuxum mahsulotlarini yaxshilab pishirib yeyish, har qanday taomlarni yaxshi maromiga yetkazib pishirish, qo'llaringizni kun davomida tez-tez yuvish, yetarli uyqu va jismoniy faollikka alohida e'tibor berishimiz kerak. Agar sizga yuqoridagi belgilar tanish bo'lsa va siz navbatdagi homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta ginekolog qabuliga yoziling.